endi qilasizmi? Buni erta bahorda qilish kerak. Bu meva sovib o'tiribdi. Endi chiriydi bu. Qilyapman-ku xotincha shuni. Avvalroq qilish kerak edi, ya? Yildan qolgan tuyaga o'xshab sudrarli yurasiz, keyingi oyog'i bo'lib. Mana ushlab turingda. Voy, qo'shni, mashina oldingizmi? Ha, yangi. Sizlarga ham nasib qilsin. Voy, muborak bo'lsin, qulli bo'lsin, tagida shamollab o'tib tursin. Kiringlar. Dadasi. Buyoqqa qarab oling. Boshlandi. Vele mashina kimi. Jentira olib kelishdi xotinamsiz, jentira. Hali men borku 11 yasharligimda Jigul haydagan vaqtimda birorta qishloqda mashina yo'q edi. Ha, siz zo'r bo'lgansiz. Siz zo'r malades bo'lgansiz. Siz Schwarzenegger bo'lgansiz. Hozir bo'shanga bir lapashang latta bo'lib yuribsiz. Siz ham mening o'sha jentiraysiz. 12 yoshingizda menga mashinangiz maqtaysiz menga? Go'salaga o'xshab sudralib yurasiz. Tovushingiz ham yo'q sizda hozir. Olaman. Qachon olasiz? Mana shu xonadagi kelin bo'pmanki, bir villigingiz ham bo'lmagan shu paytgacha. Odam sharmanda qilasiz. Er deb bir ko'kragimni kerib, maqtalib, mana meni erim deya olmayman hech qachon bir. Yana mashina olib keldik-ku bular, ey. Nima sen xotin ko'rib qolmasin buni. Ha, dadasimi? Ey, sen har doim o'dash hayot tinchamasga baqir-chaqir urush janjal bo'lyapti uyda. Voy, rahmat, tabriklayman bo'lyapti-ku. Ay, sinibdi xotin. Rostami? Ha. Jintirasini sotibdi. Mali. Nima bo'pti? Mali. Singan odam Malibu olgan bo'lsa, siz ham tezroq qilasizning. Voy, qachon sinasiz? Men siz sirishingizni kutib, o'lib ketmayman ish qilib. Men ko'rib kelay. Xotin! Hamsiya! Chiqsin. Mashina qanday bo'larim chiqmaymi? Xotin! Yering bilan g'ururlan. Xotin! Yering nanakay sindi. Sinish bunaqa bo'ladi. Mana. Erim mashina oldi. Nega hech kim yo'q ko'chada? Qara, bu sayohat qilib boraman sen. Samarqandmi, Buxoromi, Luboyga borib bundan seni olib jiraman. Oilaviy. Dadasi men yerda o'tirib ketamanmi? Yine dadam o'tiradi-da. Mana yerda o'tiramanmi? Ya bir de ayam o'tiradi-da. Bu yerda o'tiramanmi? Bir de aka katta akam o'tiradi. Orqa o'tib jotma haligi nivellar o'tiradi. Ha, men qayerda o'tiraman bo'lmasa? Sen uyda o'tirasan xotin? Hazillashmang. Buncha katta mashinani qanchaga oldingiz? Shu sizlar sayohat qilib boray deb avtoprokatdan bir kunga oldim. Nima? Yana zambikini qilyapti-ku bu.